Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Bahodir Jalolovning keyingi jangi rasman tasdiqlandi. Pro boksning super og'ir vazn toifasida faoliyat olib borayotgan o'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi Bahodir Jalolov ringga qaytmoqda. Hamyurtimiz 14-noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena majmuasida tashkil etiladigan Pro boks oqshomida ishtirok etadi. Bu haqida Big Uzbek o'zining Instagram sahifasi orqali xabar berdi. Jalolov turnir doirasida avval ma'lum qilinganidek, nigeriyalik Solomon Adebayo bilan bahs olib boradi. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, Solomon shu kungacha pro boksda 14 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. U 13 ta jangini muddatidan oldin o'z foydasiga hal etgan. Hamyurtimiz Bahodir Jalolov esa 16 ta jangining barchasida zafar quchgan. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Bahodir Jalolov uchun Solomon juda ham jiddiy raqib. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimizni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Bahodir Jalolov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Albatta hamyurtimizga g'alaba tilab qolamiz. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Islam Makhachev Ilya Topuria bilan ehtimoliy jangi haqidagi savolga javob qaytardi. Oldinda Jack Della Maddalena bilan janging bor, ammo barcha Makhachev Topuria jangi haqida gapirmoqda. Bu senga qiziqmi? Menimcha ha, yomon bo'lmasdi. Muxlislarga ham, menga ham qiziq. Chunki barcha shu haqida gapirmoqda. Barcha shu haqida gapirayotgani uchun senga qiziqmi yoki umuman olganda shaxsan o'zing uchun qiziqmi? U nimasi bilan qiziq bo'lishi mumkin? Agar men 70 kg vaznga tushsam va Ilya Topuriani mag'lub etsam, bu menga nima olib keladi? Yana kamar yutamanmi? U menda bor. Birinchi navbatda odamlarga qiziq. Menga yana 70 kg vazn qilib, o'zimni qiynash qiziq emas. Menga 77 kg da vaznda jang qilish, ovqatlanish, mashg'ulot lagerida xursand bo'lish va jang qilish qiziq deb aytib o'tgan Islam Makhachev. Qadrli do'stlar, albatta nima deb o'ylaysiz? Islam Makhachev va Ilya Topuria o'rtasidagi ehtimoliy jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan ushbu jangda siz kimni g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islam Makhachev yoki Ilya Topuria? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bundan tashqari Islam Makhachev ko'cha janglari uchun 3 nafar sherik tanladi. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Islam Makhachev ko'cha mushtlashuvlari uchun sherik sifatida olib borishi mumkin bo'lgan 3 nafar MMA jangchilarini sanab berdi. Ko'cha mushlashuviga sherik sifatida kimni olib borarding? Cain Velasquez, Habib Nurmagomedov va Daniel Corme. Kattalari kerak. U yerda ko'chada kurashish mumkin emas. Corme mushlashish uchun juda qarilik qilmaydimi? Uni xuddi Qalqondek ishga tushirish mumkin, dedi 34 yoshli Makhachev Match TV telekanaliga bergan intervyusida. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Islam Makhachev so'nggi jangini 18-yanvar kuni o'tkazganda, o'shanda Los Anjelesda bo'lib o'tgan UFC 311 turnirining markaziy jangida Islam Makhachev braziliyalik Renato Moicanoni birinchi raunddayoq bo'g'ib qo'ygan edi. Bu uning yengil vazn toifasida ketma-ket qo'lga kiritgan 14-g'alabasi bo'lgandi. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.